Assalomu alaykum, hurmatli Bunyodkor el kanalimiz obunachilari. Bugungi videorolikda usta akalarimiz uchun polniy mana barcha turdagi lazer nurlarni ko'rsatib o'tamiz. Hammasini kачествоsi yaxshi va вообще gap bo'lishi mumkin emas. Arzon narxlarda Rossiya bo'ylab dastavkalarimiz bor. Plus adresimiz Metro Tychovskaya. Bemalol kelib o'zingiz ko'rib, tanlab, ishlatib, keyin xarid qilishingiz mumkin. Albatta sovg'asi ham bor. Sovg'asini ko'rsatib o'tamiz. Mana sizlarga Arma firmasidan lazerni o'rning bularning mana shu nero firmalarning hammasi bundan tashqari 6,5 euro bilan qilib beramiz. Bu internetdan keladigan obunachilar uchun arzon narxda ko'chaga ketishi, ko'chadan prosta kirib kelsangiz qimmat narxlarda. Keyin mana 16G вообще semchkada ketadigan lazerni o'rnimiz. Buni narxi 5500 rubldan bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Keyin mana bularning hammasi original do'stlar. Keyin yana Mabar firmasidan raznosvetli mana 4 xil rangda yonadigan lazerni o'rnimiz, mana barcha taraflar aylanadigan. Bularning narxlari 6,5 rubl internetdan keladigan obunachilarimiz uchun. Вообще batareykasi 10,000 mAh. Komplektatsiyasida sizga nima kerak bo'lsa, trenoshkadan boshqa hammasi bor. Keyin mana bu trenoshkalarimiz ham bor. Xudo xolasa kelsanglar, hammasini narxlarini yana kelishtirib beramiz qo'ldan kelguncha. Keyin mana Devil variantdagi lazerni o'rnimiz usta akalarimiz uchun. Mana polnisi bular ham aylanadigan. Xullas bularning narxi do'stlar 5500 rubldan yana konkretni kelib oladigan insonlar bo'lsa, bularni kelishtirib beramiz. Bularning narxlari 5500 rubldan. Mana Makita, Milwaukee, trenoshkalari ham bor. Keyin yana bularning plus tarafi va aylanadi do'stlar. Lazerni o'rni o'zi aylanadi. Keyin aylantirib o'rnagan bitib to'xtatib qo'ysa bo'ladi. Xullas do'stlar, mobiyalarni yaxshilab oling. Bizda nafaqat lazerni o'rnlar, boshqa turdagi barcha instrumentlar bor. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Keyin mana hozir aytgan sizlarga Makita Devil variantidagi lazerni o'rnlarimiz mana bunday keysda keladi. O'zining mana keysi mana shunday. Keyin eng katta plusi o'zini komplektatsiyasida trenoshkasi ham bor. Xullas mana Milwaukee mana o'zi kelish korobkalar mana bunday keladi. Ko'rib qo'yinglar. Kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Endi do'stlar yana aytamiz. Mana perforator Rolf varianti 230 mana bularning narxi 6,5 rubl. Вообще-da bu internetdan keladigan obunachilar uchun arzon narxda qo'yganmiz. Bemalol kelsanglar, xudo xolagan bo'lsa qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Keyin boshqa turdagi instrumentlarimiz ham bor. Mana do'stlar, bizning magazinimizdan kim xarid qilsa, ruletkalardan 5 metrli ruletkalardan sovg'aga qo'yganmiz. Bemalol kelib olib ketaverasizlar. Keyin mana perforatorlarimiz Makita varianti ham bor, Bosch varianti, Ferton varianti, polnisi bor. Mana pilososlarimiz bular Denzel 20 litrlik. Bular narxi 9700 rubl. Mana bu 30 litrligi esa do'stlar 10500 rubl. Keyin mana Elitech 20 litrlik, bular 5000 rubldan. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'sh, endi do'stlar, yana aytadigan bo'lsak, yana usta akalarimizning eng yaxshi ko'rgan instrumentlari bu albatta shurpayorlar. Hozir bular narxlarini ham aytamiz. Mana bu komplektni olingda. Xullas 4 v одном Hilt variantdagi naborimiz. Xo'sh, shurpayor, gaykayor, perforator, bolgarka. Buning narxi почти o'npun narxda ketyapti. 14000 rubl. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. 14000 rublga bitta общий komplektni olasiz. 4 ta akkumulyator bor, 2 ta zaryadnoy устройство, 128 Wi-Fi. Xullas, keyingi instrumentlarimiz keladigan bo'lsak, mana Makitaning 3 xil turdagisi bor. 2,5, 3000, 3,5. Bular narxi 3,5, 4,5. Bu ham 4,5. Hozir men sizlarga bular farqlarini aytib o'taman. Mana bunisi xo'sh sizlarga 5500 rubldan bo'ladi. Keyin mana katta turdagi varianti bor. Bular 6800 rubl. Yana konkretni oladigan odamlar bo'lsa, 6,5 qilib beramiz. Xo'sh, endi bularda nima farqi bor desangiz, mana bunisi arzonroq varianti, bunisi qimmatroq. Buni videosi do'stlar вообще-da baqvat shurpayor. Обязательно kanalga o'tib ko'ringlar. 1 tonna 300 kilogramlik mashina bosib o'tdi. Hech narsa qilgan yo'q, bemalol suvda ham ishlaydi. Tepadan otganmiz, videosini обязательно ko'ringlar.
Xo'sh, endi do'stlar, eng ajoyib tomoni firma o'zi 5 yil garantiya beryapti sho'rpayorlarga. Biz bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Bular yengil, qulay, kompaktniy variantlari. Endi mana bu boshqa turdagi variantlar bor. Bular ozgina kattaroq varianti. Bular ham o'rtacha varianti. Unisi yengil, bu o'rtacha, mana bunisi katta og'ir varianti. Plus bulardan ham bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Plus bu yana udarni. Xo'sh, yana nimani aytmay qoldik? Aytadigan bo'lsak, sizlarga kerak bo'ladigan mana nabor qilishlarim ham bor. Bularni videosi отдельно chiqaramiz. Mana Bolgarkada ismi xullas, svarishni apparat, benzopila bemalol xarid qilishingiz mumkin. Do'stlar, bizning adresimiz Metro Tuchovskaya, Rossiya bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bularning barchasini rasmlarini bizning Instagram, Telegram kanallarimizda ko'rishingiz mumkin. Mana shu videoning birinchi kommentariyasiga Instagram, Telegram kanallarimizning silkasini qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tib rasmlarini, opsiyalarini ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Xo'sh, sizlarni magazinimizda kutib qolamiz. Bugungi videorolikimiz tamom.